Hurmatli mahalladoshlar, hurmatli vatandoshlar, hammalaringni kirib kelayotgan Navro'z bayrami bilan, qolaversa Hayit bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimizda hamisha tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Avvalambor biz shu ko'tarinki ruhda, yaxshi kayfiyatda gapirishga haqlimiz. Bizning yurtimizda tinchlik hukmron. Bu borada yurtboshimiz olayotgan siyosatlarni qo'llab-quvvatlagan holda mana bugun mahallamizdagi 80 ta xonadonga mahallamizdagi tadbirkor tomonidan o'zini ehsonlarini tarqatish jarayonini boshlaymiz. Bu borada 80 ta mahalladagi ehtiyojmand, kam ta'minlangan xonadonlarga ushbu sovg'alarni yoki ushbu ehsonlarni tarqatib, maqsadimiz mahallamiz xalqini yashash sharoitini yaxshilash, kambag'allikdan chiqarish. Bu borada hammalaringdan iltimos qilib qolardimki, har bir mahallada mana shunday ishlarni amalga oshirib, mana shunaqangi saxovatpesha insonlarimiz ko'payib, shunday ehson zakotlar ko'payib borsa, yurtimizda hech qaysi mahallada qiynalgan, sharoiti og'ir yoki muhtoj insonlar qolmaydi. Bularni hammasini ish bilan band qilib, qolaversa bularning yashash sharoitini yaxshilasak, yurtimizdan, mahallamizdan, prezidentimizdan hamma rozi bo'ladi. Bu borada barchalardan iltimos qilib qolaman. Shunaqangi xayrli, ehsonli ishlarni ko'paytirishni so'rab qolamiz. Rahmat, tanajoningiz sog' bo'lsin. Hurmatli yurtdoshlar, kuzatishda davom etasizlar. Xudo xolasa hozir har birta xonadonda holidan xabar olib, o'zimizni bayram sovg'asini tarqatamiz. Yurtdoshlar, mana hozir bir tadbirkorimiz tomonidan mana bizni Shahartepa mahallamizga mana ko'rib turganingizdek 80 ta gaz plita berdilar, 80 ta tifal berdilar. Ukamizni tanijoni sog' bo'lsin, farzandlarini baxtiga sog' salomat bo'lsin, ota-onasini baxtiga sog' salomat bo'lsin. Shu inson mana birni beribdi, Xudoyim mingni bersin. Bunaqa tadbirkorlarimiz yurtimizda juda ko'paysin. O'shaning uchun aytadilar yurtboshimiz, tadbirkorni rivojlantir, tadbirkorga qulaylik yarat deb bekorga aytayotganlari yo'q. Mana o'sha yurtboshimiz aytayotgan gaplarini mevasi deb bilaman bu narsalarda. Mana o'zlari shu ukamiz o'zini tashabbusini bildirib, shu Shahartepa mahallamizda qiynalgan shu oilalarga mana shu sovg'ami Navro'z bayrami bilan yetkazib bersalaring deb shu ukamiz keldilar. Hurmatli yurtdoshlar, biz o'rtada ko'prik vazifasini bajarib turuvchi insonmiz. Hamma joylarda, mahallalarda, O'zbekistonimizda barcha tumanlarda, o'sha mahallalarda tadbirkorlarimiz bor, boylarimiz bor. Lekin o'sha joyda kam ta'minlangan, nogironi bor, qiynalgan oilalar ham bor. Lekin shuni mahalla yettiligi yaxshi astaydil ishlab, ko'ngilga tegib ketmasin bu gaplarim. Lekin shunday ishlash kerak. Ishlamasak bo'lmaydi. Jitcha shu o'zlaring tashabbuslaringni bildirib, shu tadbirkorlarga iltimos, shu odamlarga yordam qilmoqchi edik desalaring, tadbirkor mard bo'ladi. Hech qachon yo'q degan javob ulardan chiqmaydi. Mana biz qancha ishlarni Shahartepa mahallamizda shu tadbirkorlarimiz, mahallamiz faollari nimasidan bitkizib kelyapmiz. Kuzatishda davom etinglar. Men sizlarga ko'rsataman, buni egalariga tarqatayotganimni, xonadonlarga olib kelayotganimni ko'rsataman. Tadbirkor ukamiz, Alloh rozi bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Mana badargalarimizni yuklayapmiz hozir. Olib chiqishyapti mana. Sanayapsizlar, ha? Bu ashi baravar olib chiqib o'rasizlar.
Mana hozir olib chiqyapmiz. Kuzatishda davom etinglar. Bitta xonadonga kirdik. Oling. Navro'z bayramlaringiz bilan. Og'ir basmi? Hali charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Maza tuzingmi? Nima bo'ldi dorilar, lechenialaringiz? Ichiga bo'lyapti. Boryapsizmi doktorga? Boryapti. Kecha mana unga borib keldik. Nima kamchiligingiz bor? Hozircha yo'q. Kamchilik yo'q. Doridan qiynalsangiz, moddiy tomondan qiynalsangiz, telefonimiz bor. Bo'ldi. Agar chiqishga ehtiyojim bo'lsa, telefon qilib aytaverasiz. Bo'ldi. Qiyinchilik bo'lsa aytasiz. Xudo shifo bersin. Sog' bo'ling. Bayramlaringiz bilan. Ilohim qo'shganlaring bilan qo'shaqlar o'zlaringdan ko'payib bolalaringga bosh bo'linglar ilohim. Hech kim bola dog'ini ko'rmasin. Ilohim yurt elimiz tinch bo'lsin. Ilohim o'tganlarimizni Alloh rahmatiga olsin, qolganlarni hamisha salomat. Allohu akbar. Alloh akbar. Kamchiliklar yo'q hozir. Endi hozir Gaz ballonni olib kelganlaringiz. olganimda unit qilib oldim-ku. Bo'ldi. Endi o'sha gaz ballonga xudo xolasa mana bu gazlarni qo'yib yoqib, xudo xolasa muammolar bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, aloqada biz xolos sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda. Bayramlar yaxshi o'tkazib olinglar. Sog' bo'linglar. Asaduloyimizga mana shu yerda endi. Ajr aloqa. kelindi. Endi natanish nimani yarmiga qilganmiz katastrofa. Yarmiga endi qilinadi. Bo'ldi. Qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, gaplashaveramiz. kirasiz, yordam beramiz xolos. Xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Rahmat. Endi mana shu yigitimizga endi mana Xonadonga kirdik. ishga borgan, maktabga borgan. Nechinchi kurs? Birinchi kurs. Bo'lyapti o'qishlar, kelolmayapsan. Endi yaxshi o'qish kerak-da, bunaqaga bir kelajakda bir oliy o'quv ta'limga kirish kerak. Harakat qilish kerak. O'qish kerak hamisha uni. Shunday hunarli egallash kerak. Bundan mana endi hunar o'qigan, o'qish kerak, harakat qilish kerak. Intilmasang bo'lmaydi. Bayramni yaxshi o'tkazib olinglar. Bayramga qara, oz bo'lsa ham ko'p ko'nda ko'rasiz. Duo qilib qo'yasiz tadbirkorlarimizni. Ehsonlari bor ekan, shular tarqatib yuribmiz. Nima bo'ldi? Oyoq ishlamayaptimi? Ayağım aşağı kömürgenliğe işleniyor orada. Aha. Nima doktorga ko'rsatdingizmi? Boringizmi? Doktor gösterdim ki orada aldım. Nima deyishyapti? Ya şamallaşarken aşağıya Ha. kan tomirler şamallar gitken ekan. Shamollar, shabadalanish. Revmatologga uchrashdingizmi? Bordingizmi? Unga borgan yo'q hali. Borish kerak, lecheniya qilish kerak. U o'tirib qolsangiz, keyin qiynalaverasiz. O'tirib bir joyda qolib ketdim. Endi hozir yaqinda jiyanim dori ko'rib, ashincha odim Siz endi bir kun bo'shasangiz chiqasiz yoki men patroningizga jo'nataman, suhbatlashishadi, ha? Lecheniyani qilamiz, ha? Bitta duo qilib bering. Yo'qmi? Kamchiligingiz yo'qmi? Yo'q, asliga o'zi chiqamansam chiqolmay qoldim. Ha, Endi bo'ldi, muqtadorlar chiqasiz. nima Mayli. bo'lsa, Bayramlarni yaxshi o'tkazing. Kelayotgan hayitlaringiz bilan, ha? Tabriklaymiz. Bitta duo qiling onaxon bo'lmasa. Amin. Hammaga shifo bersin. ishlariga rivoj bersin. Amin. Qatorimizdan xatomi yangi ro'zalarga, yangi Ramazon oyining Navro'z kunlariga qatorimizdan xato bo'lmay dunyo bilan turaylik, mahalla ko'y bilan inoq bo'laylik. Xonadonimiz so'kin sotin bo'lsin. Nima niyatda kirgan bo'lsa Allohim niyatingizni bersin. Orzu havaslaringizni yetkazsin. Sizga qilgan ham bolalarim olimlar bo'lib xizmat qilaman. Bolalar bo'lsin. Sog' bo'ling. O'tganlar tarbiyat qilsin, madad Yig'lamang. o'tib bersin. Tinchlik, omonlikda, yaxshi kunlar to'g'risida hojatda hojona bo'lib yuraylik. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda to'ylarimiz to'g'risida o'ynab Allohu yuraylik. akbar. Alloh ishlarga rivoj bersin. Yana bir xonadonga kirdik. Ishlatasizlar yaxshi kunlarda. Anjonlaringiz sog' Sog'lig'ingiz bo'lsin. yaxshimi? Alloh rozi Charchamayapsizmi? bo'lsin. Xudoga shukur. Qanday qizlar, hammasi yaxshimi? Yaxshi. Remont qilyapsiz shekilli. Ha, endi sekin. Ha, yaxshi. Remont Agar ularga boshlamoqchi. e'tiborsiz chiroyli Xudoga qilib. shukur. Ekib oldik. Rahmat. Kamchiligingiz yo'qmi? Bitta duo qilib bersin tadbirkorlarimizni. Ihson qilgan ukalarimizning haqlariga bitta duo qilib qo'yasiz. Amin. Allohim ihson qilganlar Allohdan jonlari sog' bo'lsin, topganlarga baraka bersin, umrlarini ziyoda qilsin, bundan bag'iga bundan ham ziyodasini bersin Allohim. Amin. Sizlarga ham tan jonlaring sog' bo'lsin, Rahmat. topganlaringga baraka bersin, bolalaringni rohatini ko'ringlar. Amin. Allohu akbar. Charchamayapsizmi o'zingiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizni sopajon, akam yaxshimilar? Nimalar kelishyaptimi? Ya'ni yordamchilaringiz Ha, kelishyapti, Xudoga shukur. qarashyaptimi? Ha, rahmat. Oyog'ingiz tuzukmi? Tuz endi. Mehnatga qilib yuryapsizmi? Siz harakat qilyapsizmi? Salba yuryapman, yurmasam Ha, bo'lmaydi. ha, sog' bo'ling. Asli ihson qilgan ukalarimizni haqlariga duo Bitta duo. qilasiz. Parvardigor egam Allohim. Xabar olishibdi. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Baxtimizga podshoyimiz ham tan jonlari sog' bo'lsin, sizlarga ham tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlaganlarni Alloh quvvatlasin. Amin. Parvardigor yana osh kunlarga qatorimizdan xato bo'lmasdan o'ynab kulib,
eson-omon hayit oylariga yetaveraylik Parvardigor. Allohu akbar. Sog' Sizlarga ham bo'linglar. tan joylaringiz sog' bo'lsin. Vaqt ovqatlanyapsizmi? Ha? Ha. Qiynalmayapsiz? Mana ayizga tayyorlab aytasiz, mana. Ayizga chiqadilarmi? Oz bo'lsa ham ko'p ko'nda ko'rasiz qizni. Tushundingizmi? Yaxshi bo'lib, endi o'qishga borish kerak, bundan ba'ga. Yaxshi o'qish kerak qizim. Tushundingizmi? Hunarni egallash kerak. Harakat qilish kerak endi. Harakat qilmasa bo'lmaydi. Navro'z bayramlaring bilan. Bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Yaxshi o'tkazib olinglar, kelayotgan hayitlarni yaxshi kutib olinglar, qizim. Xo'p. Bunga kirdik. Qiyinchilik bo'lmayaptimi? Yo'q. Ham yo'q, yaxshi. Xo'jayin qayerdalar? Ishga ishlayapti. Bari ishlaylar, mehnat qilinglar. Mana kartoshkalar ekib qo'yishlar tomoqlarga. Endi suvni qo'yish kerak buni. Sug'arish kerak, mehnat qilaverish kerak. Bolalarni o'qitish kerak bundan ba'ga. Kelishlar keyin. Mayli, bayramni yaxshi o'tkazib olinglar. Keyin mana Navro'z kelyapti, hayit bayrami kelyapti, yaxshi o'tkazib olinglar. Boshqa kamchilik yo'q-a? Sog' bo'linglar. Xo'p, xo'p. Mana ertaga Navro'z bayrami yaxshi o'tkazgan. Bolalar ishda hammalari. Mehnat qilinglar endi bundan ba'ga. Tanjoning sog' bo'lsin. Bo'ldi, zo'r. Sekin-sekin bo'laveradi. Sabr, shukurda ish ko'pda. Asta-asta hamma narsaga erishsa bo'ladi, to'g'rimi, Baxtiyorjon? Tanjoning sog' bo'lsin. Bizga oz bo'lsa ham so'g'amiz bor edi. Rahmat. Duo qilib bersizlar, shu ehsonga ukalarimizni haqlariga. Rahmat. Akam qayerdalar? Namolat o'rdi. Ha, yaxshimilar o'zlari? Yaxshilar. Tomorqalar ekyapsizlar, kartoshka chiqqan, qopchigili. Endi Ha, chiqyapti. zo'r. Ularda mana chiroyli hamma yo'q. Qiyinchilik bo'lmayaptimi? Yo'q, rahmat. Sog' bo'ling, ota. Yaxshi kunlarni ko'rishaylik. Bayramlar yaxshi o'tkazib olinglar. Duo qilib bering tadbirkorimizni. Tanjonlaring sog' bo'lsin, ehson qilganlarni ham ilohim. Amin. Omadlarini bersin ilohim. Hammani tani joni sog' bo'lsin. Yana shu oylarga, yana shu kunlarga jumla mo'minlar qatorida sog' salomat hammamizni yetkazing. Allohu akbar. Assalomu alaykum. O'tirsizlarmi? Sizlar? Va bayramga chicha ehsonimiz bor edi. Oz bo'lsa ham, ha, bu kelayotgan bayramlar yaxshi o'tkazib olasiz. Tanjonlaring Ha. sog' bo'lsin. Ehson aka ukamizni haqlaringizni duo qilib bersin, Alloh. Tanjonlari sog' bo'lsin. Xudoyo hammalaring sog' salomat bo'linglar. Bola chaqalaring bilan. Amin. Ehson qilgan ham tanjoni sog' bo'lsin oilasi bilan. Allohu akbar. Bo'linglar. Allohu akbar. Xola oz bo'lsa ham sovg'amiz bor edi. Bu bayramga, hayitga, Navro'zlarni yaxshi o'tkazib olasizlar, ha? Oz bo'lsa ham duo qilib bersin ehson qilgan ukalarimiz haqlariga. Baraka bersin ilohim. Amin. Ehson qilganlarga ham sog' bo'lsin ilohim. Amin. Umrlarga sizga baraka bersin. Yana bayramlarga yetaveraylik. Sog' bo'ling. Allohu akbar. Olaxon yaxshimilar? Ha, rahmat. Mana Tanjonlaring sog' bo'lsin. sog' bo'ling, yaxshi kunlar ishlatasizlar. Bayramlar yaxshi o'tkazib olinglar. Tanjoning sog' bo'lsin. Ham yaxshimi? Yaxshi. Duo qilib qo'yasiz. O'tgan kelsin. Sog' bo'ling. Allohu yaxshi kunlar akbar. ishlating. Bayramni yaxshi o'tkazib oling, tog'a. Xonadonga kirdik. Enamiz 98 yoshga kirganlar. Bu Navro'z bayrami bilan tabriklagani kirdik. Zo'rsiz, zo'rsiz. Nechaga kirdingiz mana? Sir bo'lmasa Olaxon. 2 yosh bo'ldi. Iloyim bir asr degani. Bir asr, 100 yil. Iloyim ko'z tegmasin. Umringizga Xudo baraka bersin. Yana undan ko'p, yana shunaqa yoshdan ko'pini ko'ring Olaxon. Ha, Duo qiling. hammamizni. Sog' bo'ling. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar xola. Bunga kirdik. Xudo xolasa Navro'z bilan tabriklab. Olaxon assalomu alaykum. Bayramlar bilan. Oz bo'lsa ham so'g'amiz bor edi, shuni olib kelyapmiz, ha Olaxon. Yaxshi kunlar ishlatasizlar. Kelayotgan bayramda yaxshi o'tkazib olinglar. Qizlarimiz yaxshimi? Yaxshi. O'zlari yaxshimi? Xudoga shukr. Kelayotgan bayramlarni, hayitlarni yaxshi o'tkazing. Duo qiling Olaxon, ehson qilgan ukalarimiz hamlariga. Rizqlaringga baraka bersin, ishlaringga rivoj bersin. Martabalaringni ulug' Sog' bo'ling. Yaxshi Allohu kunlar akbar. ishlating. Kirdik. Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi kunlarda ishlatinglar. Rahmat o'zlaringga. Qiynalmayapsizlarmi? Yo'q, Xo'p. sizga o'tiribmiz. Sog' bo'ling. Ishga chiqyapsizmi? Ha, yo'q, chiqamiz. Hozircha ish yo'q ro'zada. Aha. Ro'zadan keyin boshlanib qolar. Ha, tirikchilik nima bo'lyapti? Yaxshi, tuzuk bo'lyapti. Yo'q, bo'lganda bo'lyapti. Xudoga shukr. Огородlarga ekyapsizlar, ha? Ha, haydab Zo'r. ekib oldim 5-6 qator bo'lsa ham. Ekish kerak. Suvni ham Chunki yerdan
foydalanish kerakda qilinglar. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana asta-asta chiroyli bo'lyapti, ko'ryapsiz, sabr qilganlaringga. Oz bo'lsa ham endi. Yaxshi kun ishlatding, duo qilib qo'yasiz endi ehson qilgan ukalarimizni. Ularning ehsonlaringni Ilohi yaxida qabul qilsin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Prezidentimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Sizlarning tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Ishlaringiz yursin ilohim. Allohu akbar. Berganlaringga sizlarga ham rahmat. Bunga kirdik. Ha, zo'r aka, chiroyli. Yana mana shu yerga iloji bo'lsa, bunaqasi uzunni birasi ekib olish kerak ekan. Sog' bo'ling. Aka oz bo'lsa ham ko'p kunni yaxshi kunlar ishlatasiz. Bayram kelyapti. Yaxshi kunlarda ishlating aka. Ehson qilgan ukalarimiz haqida duo qilib qo'yasizlar aka. Ha? Xotirjamlik mana shu ehson qilganlarda hammasi qo'lda ko'rmasin, xonadon tinchlik to'ylar qilish Sog' bo'ling. Allohu akbar. Opamga bering qo'llariga. bo'ldi. Mana bitta xonadonga kirib keldik. Xudo Abdurahmon xolasa. yaxshimisiz? Keling. Mana uzumlar chiroyli qilib qo'yibsiz-ku. Sog' bo'ling. Mana bayramga antimatik sovg'amiz bor edi. Oz bo'lsa ham ko'p o'nda ko'rasizlar. Ehson qilgan ukalarimiz haqlariga duo qilib qo'yasiz. Oz bo'lsa ham yaxshi kunlarda ishlatinglar. Qiynalmayapsizmi? Qiyinchilik yo'qmi? Ha, yaxshi. Agar o'zlar chopyapsizlar ekan, endi kartoshkalar ekibsizlar mana, zo'r hamma yo'q, ha? Mayli, sog' bo'linglar. Yo'q, mayli. Faqat ekish kerak, qilish kerak. Qolib ketmasa bo'ladi. Harakat bo'lyapti ekan-ku. Bitta ham quruq joy qolmay hamma yoqqa ekinglar. Mana chiroyli qilyapsizlar. Zo'r. Rayhon, jambil hamma yoqda ekish kerak, chiroyli qilish kerak. Mana ko'z tegmasa yaxshi. Bobo, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ishlatinglar, bayramni yaxshi o'tkazinglar, ha? Sovg'amiz bor, ha? Opa. Akamga tayyorlab aytasiz. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ishlating. Opa. Yaxshi kunlarda ishlatinglar, ha? Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Bitta tadbirkorimizni duo qilib qo'ysinlar. Sog' bo'linglar. Alloh bergan ihsonlardan Alloh rozi bo'lsin. Kim bergan bo'lsa, kasbkorga Alloh baraka bersin, ishlaring rivojini bersin. Ihsonlardan Alloh rozi bo'laversin. Alloh. So'rab Yana bir xonadonga kirib keldik. Do'stmen. Oz bo'lsa ham ko'p o'nda ko'rasizlar. Yaxshi kunlarda ishlatinglar, ha? Xursandchilik bo'lsin. Qani ehson qilgan ukalarimiz haqida duo qilib qo'yasiz. Qilgan ehsonlaring boshlaringga sayoban bo'lsin. Allohlarga xudo qabul bo'lsin. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsalaring niyatlaringga ilohim dunyo turguncha turinglar. Allohu akbar. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, ilohim, mana zo'r kundan kunga yaxshi bo'lib boryapsiz. Faqat yaxshi niyat, olg'a. Qarang, kundan kunga mana bahor kelib, ancha ayollar bosib qolishku zo'r. Endi niyat yaxshi qilinsa, yaxshi bo'laveradi. Xudo xohlasa zo'rsiz, ko'z tegmasin. Xo'p. Tushkunlikka tushmaysiz. Oz bo'lsa ham sovg'amiz bor. Iskandarga qalaysiz aka? Bayram yaxshi o'tib o'tdi, ha? Iskandarga qalaysiz aka? Bizimiz charchamayapti, bersa qildingmi aka? Yo'q. Ishlaringiz yaxshimi aka? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Ro'zalar. Ha, kelagan Hayit bayramlarini, Navro'z bayramini yaxshi o'tkazinglar aka. Oz bo'lsa ham ko'p onda ko'rasizlar. Ha, duo qilib qo'yasiz aka. Ha, ehson qilgan ukalarimiz bor. Qani? Hammalaringiz kiyim-kechishga qatnashgan umrlar uzoq bo'lib, nimaki niyat maqsadlari bo'lsa amalga oshib, bola chaqalardan bizdan qaytmasa ham, bizdan qaytarar Xudo xohlasa. Ketgansiz kelsin. Xudo ishlarni o'ngidan keltirib, doim yaxshi yutuqlarga erishib yuringlar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Kunimiz tinch bo'lsin, ha? Hamisha sog' bo'linglar, hech kim kasal bo'lmasin. Hammaga shifo bersin Xudo. Amin. Amin. İlohim, umurlarına uzağa olsun, rızklarına ulu olsun, Amin. işlerine rivaz, gözlerine selam versin, amadınız, gözlerine kutlarlar. Amin. İlohim, yüzleri gibi öyle amin. Sog' bo'ling, sizga shifo bersin. Bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Ha, sog' bo'linglar. Tog'a yaxshi bo'lib qoling. Xo'p. Xonadonimizga kirdik. Mana oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ishlatasizlar. Yaxshi kunlarda, keladigan hayit bayramlarni yaxshi o'tkazib olinglar. Akamni aytib berasiz. Sog'lig'i yaxshimi o'zi? Yaxshimi o'zi tudaymi bahorda bir qator iching. Ha, lechini olib ketishdi. Mayli, so'rab qo'ying, salomatingni. Qaylab aytib qo'yasiz, ha? Xo'p. Kirdik. Tog'am yaxshimilar? Rahmat. Bayramga oz bo'lsa ham ko'p ko'nda ko'rasiz. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Ilohim hammalaring sog' bo'linglar. Kelar shukurlarga umrimiz bilan, rizqimiz bilan, turk tugal bola chaqamiz bilan, mahalla ko'y, qo'mi qarindoshimiz bilan, yetti pushtimiz bilan tinchlik, omonlik, xotirjamlikda boshimizga baraka berib yetkazsin. Xonadonimiz tinch bo'lsin, mahalla ko'ylarimiz tinch bo'lsin. Sizlarda ham sog' salomat bo'linglar, umrlaringga, rizqlaringga, kasb-korlaringga baraka bersin. Ilohim davlatda ishlarda ishlab yuribsizlar.
omadlaringni bersin, ishlaring rivojini bersin, tillaring uzun, yuzlaring yorug' bo'lib, shu ishlarda davom ettirib yuringlar. Ehson qilgan ukalarimni tan jonlari sog' bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Xudoyo xudovanda birda bersa, bir donani ming qilib to'ldirib qo'ysin Allohim. Ilohim hamma